Xitoyliklar ochgan Chaoyuki do'konida nima uchun odam bu darajada ko'p? Narxlar rostdan arzonmi? Keling birgalikda ko'rib chiqamiz. Bu narxlarni ko'ring, faqat yig'lab olmang. Mana shunaqangi qalin bo'lgan erkaklar uchun shalvarlar atigi 79 ming so'mdan boshlanyapti. Ayollar uchun qalin shalvarlar esa 55 ming so'mdan boshlanyapti. Undan tashqari bu yerda neobishni chegirmalar ham bo'lib, mana shunaqangi tepa pastlarni 109 ming, 109 ming, 218 ming emas, atiga 40 ming so'mga olsangiz bo'lar ekan. Bu har bir soatda har xil kiyimlarga amal qilar ekan. Bu yerda kir yuvish uchun gellarda originallari bo'lib 60 ming so'm hamda 40 ming so'mdan bemalol xarid qilsangiz bo'lar ekan. Ko'pchilik biladi, bu do'kon o'zi oldin ikkinchi qavatda joylashgan. Ikkinchi qavatda ishlayapti. Odam sig'magani uchun mana ko'ringlar, past qavatga ham ochilgan, pastga ham odam sig'mayapti. Xullas, bu do'konda erkak, ayol, bolajonlar uchun istalgan turdagi kiyimlarda arzon narxlarda topishingiz mumkin. 1000 marta eshitgandan bir marta kelib ko'rgan yaxshi. Shuning uchun sizlarni bu do'konda kutib qolamiz. Manzil Marg'ilon shahri Kombinat bozori eski Mediapark o'yinida joylashgan Chaoyuki kiyimlar do'koni. Bu videoni eng yaqinlariga yuborib qo'yib, kelib arzon narxda kiyib ketsin.